Assalomu alaykum. Uyga telefon qilmoqchi bo'lib yurgan hurmatli obunachilar, sizlar bilan men usta Shohruxbek. Bugun 22-yanvar 2026-yil. Biz navbatdagi telefon ishimizni Andijon viloyati Asaka tumani Qoratepada mana shunaqa zo'r holatda 3D variantda palma fasonda qilib berdik. Xudo xohlasa videoda oxirigacha ko'rsangiz, sizlarga to'liq ma'lumotlarni berib o'taman hamda video oxirida bu xonadonimizni nech pulga bitirib berganimizni ham aytib o'taman. Agar siz ham xonadoningizni sifatli ko'rinishda telefon qilmoqchi bo'lsangiz, albatta ekrandagi telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib biz bilan bog'laning. Inshaalloh sizni xonadoningizda ham mana shunaqa zo'r holatda telefon qilib beramiz. Videoda oxirigacha ko'ring, bo'lmasam men video obzorimizni boshladim. Qadrdonlar, bo'lmasam video obzorimizni boshladik va hozirda siz ushbu xonadonimizni ichkari shapkasi hamda darvozaxonasini ko'rib turmoqdasiz. Ichkari shapkamizni eni 120 sm bo'lganligi uchun biz ichkari shapkamizni 2 qavatli 3D variantda qilib berganmiz, ya'ni high-tech fasonda qilib berganmiz. Mana shunaqa bort turadi. Oldidan ham, orqa tomondan ham mana shunaqa bort turadi, hurmatli obunachilar. Dizaynga alohida bitta baho berib qo'yasiz. Darvozaxonamizni eni 525 sm ga, uzunligi 8 metrdan yuqori. Shuning uchun do'stlar, bu joyga biz o'sha 2026-yilda trendga chiqishi kutilayotgan palma fasonimizdan qilib berganmiz. Palma fasonimizni hozir yaqinlashtirib ko'rsataman. Boshqa palma fasonlardan farqi mana bunaqa o'rtasida chizig'i bo'lmaydi, o'zi avalniy holatda bo'ladi, hurmatli obunachilar. Diqqat bilan e'tibor beringlar. Xuddi alkafonga o'xshab o'zi avalniy bo'lib chiqadi. Buni chizig'i bori bilan adashtirib yubormanglar. Bu palma fasonimizni hozirgi kunda 1 kvadrat metrini 170 ming so'mdan qilib beryapmiz. Hamma yo'q ichida bo'ladi. Palma fasondan tashqari har qanday telefon fasonini 1 kvadrat metrini 140 ming so'mdan qilib beramiz. Aynan mana shu palma fasonda 170 ming so'mdan qilib beramiz. LED lampochkalari, kabellari sizning hisobingizdan bo'ladi, hurmatli obunachilar. Nima uchun qimmat desanglar, bu qimmat emas. Boshqalar menimcha bundan ham qimmatroqqa bajaryapti. Buni mehnati ichi og'ir ekan, hurmatli obunachilar. Ichi qiyinroq bo'lar ekan, shuning uchun aybga buyurmaysizlar, to'g'ri tushunasizlar degan umiddaman, hurmatli obunachilar. Ko'ringlar, baho beringlar, ishimizga juda ham a'lo darajada bo'lib chiqdi. Darvozaxonamiz kengina, eni ham juda ham keng. Shuning uchun biz chekalarni yashil fasonda qilib, undan keyin mana bunaqa avalniy ko'rinishga ega bo'lgan. Qaranglar, mana bunaqa avalniy bu. Mana bu yonboshdan ham ko'radigan bo'lsak, mana shunaqa avalniy mokri qilib berganmiz hamda o'rtasini oppoq rangda palma fasonda qilib berganmiz. Hozirgi kunda juda ham ko'p zakaz olyapmiz mana shu ishimizdan, hurmatli obunachilar. Juda ko'pchilik yoqyapti. Sababi nimaga? Sababi bu bachkana ham emasda bu fason, hurmatli obunachilar. Qaranglar, o'ta sodda fason ham emas. Haligi shunaqa odamlar bo'ladi-yu, menga o'ta sodda ham bo'lib ketmasin Shohruxbek, oppoq bo'lib, juda bachkana ham bo'lib ketmasin degan obunachilarga, degan vatandoshlarimizga mana zo'r variant. Ya'ni palma fason ham hashamdor, bagati, juda ham zo'r holatda bo'lib turadi. Yorug'ligi ham qaranglar, yop-yorug' qilib yuborgan xonadonimizda. Shom payti bo'lishiga qaramasdan mana shunaqa yop-yorug' qilib yuboryapti. Yana kechkirsa, kun qoraysa, yana ham yop-yorug' qilib yuboradi. Ichkari shapkamizga ham alohida e'tibor berib qo'yasiz. Juda ham zo'r holatda bo'lib chiqdi, qaranglar. Haqiqiy high-tech bo'lib chiqdi, qaranglar do'stlar. Bort turadi, juda ham zo'r holatda, chiroyli holatda bo'lib chiqdi. Mana bu liniyalariga e'tibor beringlar, hurmatli obunachilar. Har ikkita palasani to'g'rilab ketganmiz. Mana shu joylarga ham e'tibor berib qo'yinglar. Qaranglar, mana har ikkita palasamiz mana shunaqa to'g'rilanib ketgan. To'rala burchagimiz ham bir xil chiqqan. Shu joyiga ham e'tibor berib qo'yinglar. Mana shu to'rala burchagimiz bir xil razmerda bo'lib bo'lingan. Xudo xohlasa ustaning mahorati mana shunaqa burchaklarda bilinadi. Har bitta qilingan ishni chiroyli mahorat bilan zo'r holatda bitirib berishga harakat qilmoqdamiz, do'stlar. Bu mana ochiq ayvonimiz. O'zimizning alkafon stilida bo'lgan ochiq ayvonimiz, ko'rishingiz mumkin. Endi iloji uzoqlashtiryapman sizlarga yaqqol ko'rinishligi uchun. Videomiz ozgina xira bo'lib qoladi uzoqlashtirganda. Xo'p, xonadonimizda ko'cha shapkasi ham mavjud. Ko'cha tomonga ham chiqib ko'rsataman. Ko'cha shapkamizning uzunligi 20 metrga yaqin, adashmasam. Xo'p, qaranglar mana. Qanaqa bir chiroyli turibdi telefon. Oppoq rangda, ko'zga yoqimli. 10 yildan keyin ham ko'z charchamaydi, modadan qolmaydi uncha-munchaga. 1 kvadrat metri 140 ming, 1 kvadrat metri 170 ming. Hamma yo'q ichida. Tunukan rasxodiga hisoblaganda, joyida kvadratiga emas. Qo'lim paydo bo'lib qolibdi bu yerda. Xo'p, endi ko'cha tomondan ko'rib turamiz. Mana ko'cha shapkamiz. Oppoq rangda bo'lgan, boshdan oxirigacha. Ko'cha shapkaga 1 qavatli qilganmiz, sababi shapkamizda eni ensizroq. Bu mana darvozaxonamiz.
45 million so'm atrofida bitirib berdik mana shu xonadonimizni, qadrdonlar. Xudo xolasa sizlar ham uylarga mana shunaqa sifatli tunuka fon qilmoqchi bo'lsanglar, bizga murojaat qilinglar. Inshaalloh biz 7 yildan beri xonadonlarga mana shunaqa zo'r holatda tunuka fon qilib beryapmiz. Bilasizlar, sifat tajribaga bog'liq, hurmatli obunachilar, tanlovda adashmanglar. Inshaalloh nasib qilgan bo'lsa, sizlarda xonadonlarga ham borib, ishlarni mana shunaqa zo'r holatda bitirib beramiz. To'g'ri, oldingi narx, ya'ni kvadrat metrini sizlarga qimmat tuyulishi mumkin, 140 ming, 170 ming desak, lekin sizlar bizni bir og'zim uylarga chaqiringlar, hisoblatib ko'ringlar. Xudo xohlasa, uncha-muncha tunuka fonchidan arzon qilamiz deb o'ylayman men. Faqat bizda boshi aytilishi qimmat tuyuladi. 140 ming, voy qimmat ekan deyishlar mumkin, lekin doim narx sifatga yarasha belgilanadi, hurmatli obunachilar. Shu joyiga e'tibor berib qo'yinglar. Misol uchun biz oddiy mana shu tarnovga germetika ishlatsak, u germetikani 15 ming so'mligi ham bor, 55 ming so'mligi ham bor. Biz 55 ming so'mligini ishlatamiz. Sizlar meni tushundinglar deb o'ylayman. Xudo xolasa ishlarni bizga buyurtma qilsanglar, chiroyli darajada mana shunaqa zo'r qilib bitirib beramiz, hurmatli obunachilar. Ancha arzonga bitadi. Bizni chaqiringlar, sinab ko'ringlar. Xudo xolasa ishlar ancha arzonga va ancha sifatli bo'lib bitadi. Xudo xolasa yaxshi tunukalarda qilib beramiz, chiroyli qilib. Xo'p, hurmatli obunachilar, qo'ldan kelgancha xonadonimiz haqida batafsil ma'lumot berishga harakat qildim. Albatta bizni Andijon tunuka fon YouTube kanalimizni kuzatib boring. Instagramga kiradigan bo'lsangiz, Usta Shohruxbek deb qidirsangiz, Instagram profilimiz ham bor. Instagramga ham qisqa videolarni joylab bormoqdamiz hozirgi kunda. Xo'p, 60 mingtadan oshdik, obunachilarimiz 70 mingtaga yaqin bo'lib qoldi. Xudo xolasa Instagram, YouTube ham bizni kuzatib borsangiz bo'ladi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling. Sizlarga ham mana shunaqa eng kamida 2026-yilda fayzli xonadon nasib qilsin. Albatta barchamizga nasib qilsin. Bitta like bosib qo'ying, mana shu joyga zo'r gap bo'ldi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.